Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi beradigan informatsiyam ko'proq mana shu ko'p kommentarlar o'qiganimdan keyin homilador bo'la olmayotgan ayollarimiz yoki kelinlarimizni bergan savollarga javob beraman. Ya'ni sut bezidagi muammolar ham homiladorlik bo'lishida to'siq bo'la oladimi degan savollarga javob berib o'taman. Haqiqatan bo'la oladi. Bular bitta sabab hisoblanadi. Sababiki mana shu sut bezidagi o'zgarishlar asosan organizmdagi gormonalniy buzilish oqibatida kelib chiqadi va buni sabablarini ko'p sanab o'tganman. Shu uchun asosan bunda mana shu ya'ni qonda progesteron gormoni kamayib ketishi va shu bilan birgalikda qonda o'sha prolaktin gormoni oshib ketishi, mana shu kasalliklar, mana shu gormonlarni ko'payib, ya'ni o'sha vaqt davomida birdan oshib ketsa sut bezingizda darrov o'zgarish bermaydi. Yillar davomida bu jarayon kelayotgani uchun shu paytda keyin homiladorlikka to'siq bo'ladi. Chunki men o'zim amaliyotimda ham mana shu holatdagi bemorlar ko'pchiligi ginekologga davolangan, lekin qanaqadir effekt olmagandan keyin mamollikka ham bir ko'rinish kerak degan savol bilan murojaat qilganida, endi shu 2-3 etap biz asosan uni homilador bo'lish uchun davo qilmaymiz. Asosan ko'krakni davolaganimizda o'sha ayollarimizda homiladorlik kuzatilgan edi. Shu uchun buni sabablarini keyingi reelslarda yana bir ochiqlab o'taman.